uyingizni tashqi fasadini mana shunday holatda topshirasiz. Bu usta akalarimiz sizga mana shunday holatda qilib beradi. Bu 2026-yilda trendga chiqqan fasad bo'ladi, ya'ni marmarino fasad. Xudo xolasa bittadan laykni bosib qo'ysalar, narxlar bilan tanishtirib beramiz. Next bo'lgan, narxlari qanchadan, qayerlargacha xizmat qiladi, hammasini ma'lumotlarni beramiz. Hattoki bu narsaga garantiya ham berishadi. Haqiqiy biz mutaxassis usta akalarimiz olib kelganmiz. Manzilimiz Farg'ona shaharida o'zidan bo'lyapti. Bu akalarimiz Farg'onaning Bog'dotidan. Kimgadir mana shunday fasadlar zarur bo'lsa, bemalol aloqa chiqarasizlar, bittadan laykni bosib qo'ysalar bo'ldi. Usta aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzimsiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. Tuzimsiz? Aka, necha kunda bitirib berdingiz bu xonadonni? Necha kvadrati bo'ldi aka? Bu uchastkamiz xudo xolasa 650 kvadrat, 20 kunda bitkazib berganmiz. 650 kvadratda ichkarilar bilan. Ichkarilar bilan birga. 20 kunda. Xo'p, fasadimizni qilishdan oldin devorda holat qanday bo'lishi kerak sizga? Devorda holati qumsuvoq holatda bo'lsa yaxshi bo'ladi. Endi eski remontda bo'lsa uni ham qilaveramiz. Boshqacha, masalan, sinchli uylar bo'ladi, qing'ir qiyshiq bo'ladi, to'g'ri, sinchli uylar. Ularni ham qilsa bo'laveradi. Ularni ham qilaveramiz aka. O'sha kafilnikilarni tortib. Bu nima deymiz nomi endi? Bu marmarino fasonda bo'lgan aka. 3 sloy travertin, 2 sloy polirovka, 2 sloy zemchug urib berganmiz. O'shanda 5-6 sloy bo'lib ketyapti. 6 sloy. O'sha zo'r a. Xudo xolasa buni kartellasa bo'laveradi, bemalol yuvaveradi aka, xudo xolasa. Yaxshi, gullarni qaranglar. Qarang, bu tiyagalari ham shu narxda ichiga kirib ketadimi, alohida hisoblanadimi? Bu mana bu romlardek ichkariga kirib ketadi, travertin ichida. Bu alohida bo'ladi. Gap, ichkarilarni bitta ko'rsataylik. Operator ko'rsatganimiz yaltirlab ko'rinyapti. Bitta yaqindan ko'rsatib qo'yasiz. Ichkarilarni ham ko'rsatishga harakat qilamiz. Xudo xolasa, devorning holatlarini tushuntirdik. Mana gullarimiz umuman boshqacha ekan. Bu yo'llari boshqacha. Trafaret qo'yib berganmiz aka. Mana bu tiyagalarimizni metri, pagonometri 70 ming so'mdan. Bu trafaret ichida bonusga ketadi. Uy egasi devorda shuni topshiradi, bo'ldimi? Nimalarnidir olib berish kerakmi sizga? Yo'q, hech narsa. Bizga oziq-ovqat bilan yotoq joy bilan ta'minlab bersa bo'ladi. Yotoq bo'lsa, oziq-ovqatini qilib bersa bo'ladi. Lesasi, salofan, skotch hamma yo'q o'zimizda. Hamma yo'q o'zlaringdan bo'ladi. Xudo xolasa bunga garantiya bor aka. Xudo xolasa zavodda o'zi 10 yil garantiya beradi aka. Xudo xolasa ancha turib beradi, ancha. Gap yo'q, juda ham zo'r, go'zal chiqdi. Eng asosiysi juda ham ko'zga yoqadigan fasad. Buni hamma bildi nimaligini. Xudo xolasa nimasi bo'ladi, hali vaqt o'tib nimasi bo'ladi? Zeriktirib qo'ymaydigan fasadda bu narsa mana. Ikkinchi etaj ekan, narxlar bir xil ketaveradi, birinchi etaj. Narxlar bir xil aka. Xudo xolasa. Domlarni ham qilishi mumkin-da, baland etajlar. Domlarni ham o'zgaramiz. Qarang, bu marmarino dedingizmi, kartavino dedingizmi? Marmarino aka. Bundan boshqachalari ham bormi aka? Xudo xolasa. 10 xil oshiq fasonimiz bor. Shu borib abraziga chiqaramiz, tanlaganini qilib beraveramiz aka. Do'stlar, mana bir yilda bir marta masalan uyingiz chang bo'lib ketishi mumkin. Bitta karsillab qo'yasiz, ya'ni yaltirlab qolaveradi. 6 sloy bo'lar ekan. Kimgadir qiziq bo'lsa, bemalol zakaz qilsalar ham bo'laveradi. Xizmatlar qayergacha bo'ladi aka? Xizmatlar xudo xolasa aka O'zbekistonda 12 viloyati bo'ylab bo'ladi. Bir xil narxda. Vodiydan tashqariga narx qo'shilami shunda? Hamma joyda har xil holatiga qarab hisobiga. Sal-pal qo'shilib qolishi mumkin hozirroq. Ob'yom katta bo'lsa narx tushsa kerak aka. Kvadrat katta bo'lsa. Unisini endi ko'rishamiz aka. Telefonlashib, kelishib qilib berilaveradi. Mana tiyagalarni qaranglar, dahshat chiqqan. Xullas, Telegramdan masalan yozinglar, sizlarga rasmlarni tashlab berishadi, qilgan ishlarni tanlab olsalaring bo'ladi. Asosiysi yotog'ini, oziq-ovqatini qilib berasizlar. Bu akalarimiz skovchi lesasi bilan birgalikda borib sizga zo'r holatda qilib beradi. Kimgadir qiziq bo'lsa, nomerlarni qo'yib qo'yamiz, bemalol bog'lana olasizlar. Qo'shni davlatlarga ham chiqyapmizmi aka, yoki O'zbekistonchidami? Endi hozircha O'zbekiston ichida aka. Mana. Dahshat chiqqan. To'lovlari qanaqa bo'ladi? Masalan, oldindan necha foizindir bersa, ish boshlanishi kerak menimcha. Endi 30% olinadi aka. Ishni boshlashdan. Общий kvadrat hisoblanadi, 30% oldindan olinadi. Bitgandan keyin qolganini olamiz aka. Zo'r. Mencha ma'lumotlar qolib ketmadimi aka? Yo'q, xudo xolasa qolgan. Akalarimiz biz berolmagan savollar bo'lishi mumkin. Ekran pastida nomeri qo'yib qo'yamiz, usta akamizni bemalol Telegramda yozasizlarmi, telefon qilasizlarmi? Uylaringni borib o'lchanar ekan, oldindan 30% to'lov qilasiz. Ish bitgandan qolganini bemalol topshirgandan keyin bersangiz bo'laveradi. Kimgadir mana shunday fasadlar zarur bo'lsa, aloqa chiqarasizlar. Ma'murjon uz kanalidan chiqsalar, xudo xolasa chegirmani zo'rlarni qilib beradi. Tezda shoshilib qolinglar. Mana usta zo'rlansizlarga arzondan topib qo'ydim, bemalol bog'lana olasizlar.